90 plus. 90 plyusga beradi. 95 ga beraveramiz, xolos 90 dan oshiqlik aniq. Qo'yga ishlashi ham zo'r. Zo'r, Ularga xudo qo'shganmiz biz ham. Baquda tirik vazniga 120 kiloga kelib qoladi. 100 dan ortiq, xotirjam. Xotirjam, xudo xolosa qo'y semiz. Mana. Murodjon, oldi qochdi gap keragi yo'q. Ha. Bolada qanday aytish kerak? Bunali million tuda bo'lmaydi. Dollar qo'ymaysizmi? Dollar qo'yilmaydi. Bo'ldi. Qarang, hammasi yillab qo'yapti. O, qarangda. Mana, ha, yerimlari. Mana, mana unachilar. Qo'ylarimiz oldi uzog'i 10 kunda tug'adi, xudo xolosa. Zo'riga qochgan ekanda. Xudo xolosa, bola Zo'r yaxshi bo'lgan ekan. qochgan ekan, zo'r bola beribdi ikkalasini. Bolaga tegmaymiz. Bolasini qizg'anyapti bu jonivor. Mana qaranglar. Mana unachilar. Bolasini qizg'anyapti mana. Tuyoqni urishini qaranglar. Mashalloh mana. Bularni yengil bo'lsin, narxi 4 million 400 mingga turadi. Murodjon menga bo'g'oz qo'yadigan ko'rsatadigan aka-ukamizga yaxshi zo'r variantlar keldi Qirg'izistondan. Xudo xolasa video ko'rmasa oxirigacha ko'rib turasizlar, manfaatli video bo'ladigan umidamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kanalimizda ashaddiy obunachilari. Xudo xolasa bugun sizlarga manfaatli video bo'ladigan umidamiz. Video ko'rmasa oxirigacha ko'rib turasizlar, xudo xolasa yaxshi qo'ylarni video obzorini qilib beramiz. Akalar, biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha siz bilgan Tepaqo'ron qishlog'idan olib boryapmiz. Akalar, bugun hafta kunimizga yakshanba 18-yanvar 2026-yil. Xudo xolasa bugungi birinchi partiyamizga do'stimiz Iskandardan bo'g'oz qo'ylar. Iskandar do'stim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Murodjon. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlarmi? Xudo xolasa bunga bo'g'oz variantlarida yaxshidan olib kelibsiz-a? Birinchisi qo'ylardi shu Qirg'iziston Arashan qo'ylardan, Arashan paroda qo'ylardan olib kelib qo'yganmiz. Yaqin bo'g'ozlardan. Narxlarni ham chiroyli qilib yengil qilib beramiz. Sindirib, Ha, zo'r qilib berasiz. Bugunga xudo xolasa necha partiya qo'y chiqaramiz? Bugunga bir 4 partiya Hop, chiqarib beramiz, xudo xolasa. hop, 4 partiya. Qorada ona bola qo'ylar ko'rdim. Ha, ona bolalar ham bor. Aha. Urug'liqqa qo'chqarimiz ham bor. Urug'liqqa qo'chqar bor. Bo'g'ozlarimiz bor. Hammasidan bor-da. Hammasidan bor. Xudo xolasa. Bo'ldi. Xudo xolasa mana sizlarga bir qator ko'rsatamiz mana. Xudo xolasa obunachilar hammasini e'tibor yaxshi variantlar ekan. Hurmatli obunachilar, video ko'rmasa oxirigacha ko'rib turasizlar, xudo xolasa bir bo'lmasa sizlarga ikkinchi partiya ma'qul keladi. Xudo xolasa endi birinchi partiyamizga nechta dona berdi? Bu yerga hozir 14 dona. 14 dona berdi. Mana Arashan ishqibozlariga mana xudo xolasa. Bu yerda qarqo'y yo'q, Murodjon. Aha. Xolasa emas, 2 tish, 4 tish, 6 tish. Bitta yo ikkita 8 tishi bor xolos. Hammasi yosh. Hammasi yosh, xudo xolasa. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa bo'g'oz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qorlarga bo'g'oz. Mana Ishlarni ham ochib, yoshlarni ham alohida qilib qo'yiladi. Alohida qilib video ham qilib tashlayveradi. O'zi o qarang, hammasi yillab qo'yapti. O qarangda. mana ha yerimlari. Mana obunachilar. Qo'ylarimiz oldi uzog'i 10 kunda tug'adi, xudo xolasa. Yerimlari ko'chib qolgan ekan. Bahorga bormasdan hammasi tug'ib yuboradi qo'ylar, xudo xolasa. Fevralda qo'ylar hammasi tug'ib beradi. Yuzlariga e'tibor berasizlar, xudo xolasa mana yaxshi variant. Xo'p. Do'stim, buni yemishlari sinovdan o'tgan. Yemishlari sinovdan o'tdi, xudo xolasa. Shakollar endi chiqdi qo'yladi. Aha. Yana xotirjam bir hafta sinov olish so'radi uyga borgandan keyin. Yana bir hafta sinov olishaveradi. Sinomog'i bor. Sinov olish so'radi, ha. Bir hafta sinomog'i bor ekan. Hurmatli obunachilar, bir qator mana ko'rsatamiz sizlarga. Yedirib ichirib xotirjam pulsana berar ekansizlar mana. Xudo xolasa. Dastlab qilamiz qayergacha? Dastlab kelamiz Vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatni. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. O'zbekiston bo'ylab ham qilaveramiz kelishilgan holda. Ko'proq olishsa agar. Ha, ko'proq olishsa hammasini olsin. O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bor. Bo'ldi mana. Besplatni. Agar hammasini bir qatorga olsalaring, O'zbekiston bo'ylab ekan. Hurmatli obunachilar, ko'rasizlar, xudo xolasa. Xo'p, bo'ylarni nechaga beramiz? Bo'ylarni 85 ga olishaveradi. 85 ga olishaveradi. 85 xotirjam deb qolsa. 80 ni bitta, ikkita bor xolos. Uni oshiq ham chiqargan bu yerda. Qolgani 90ligi ham bor bular ichida. 85 pil. Ha. 85 pil minutga 85 ga olar ekansizlar. Hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa ko'rasizlar, yaxshi variantlari mana. Xo'p, do'stim. Endi bugun partiyalarimiz ko'p deyapsiz. Yurgizib, hammasini ko'rsatdik. Endi buni qizil yer narxini qanchaga qilib beramiz? Narxi xudo xolasa Biz obunachilar bo'ladi. U Qirg'izistonda Arashan qo'yi ekan 6,5 million, 7 million bo'lmaydi. 6,5 dan pastda qilib beramiz. Hammasini olishsin bir joyga. Xo'p. 6 million 100 mingdan bersin. 6 million 100 ming so'mdan hammasi bir joyga ketsa, bir qator ketsa, Dastlabkilari meni bo'ynimda.
dastavkalar vodiy bo'ylab o'zingiz yetkazib olib berasiz Toshkentgacha. Shunday. Xo'p, bittaga talab olishsa, Plyusi bo'ladi lekin. plyusi bo'ladi. Ha, nima O'zingiz chiqarib bersangiz, o'zim chiqarib kela olsam minusni ham chiqarib ha, beraman. bo'ldi, o'zingiz chiqarib bersangiz minusini chiqarib berasiz. Mana hurmatli obunachilar ko'rasizlar. Agar o'zlaring tanlab olsalaring unda plyus o'qilar ekan, agar o'zlar telefon qilishsan o'tib ham beraman hayriga. Hayr ha, sunnati ham bor. aytilgan summadan o'tib berasiz. O'tib beraman xudo xolasa. Bo'ldi. Ko'proq olgan odamga o'tib ham berar ekanlar. Bitta olasizmi, yarimta olasizmi, sotilaveradi, to'g'rimi? Ha, shunday. Bittadan ikki kishi bo'lib olsa ham bo'laveradi. Mana, hurmatli obunachilar, nima oshlarini aytib berasizlar, orqalari bunaqa osilib ketmagan, chiroyli hammasi. Zo'r, chiroyli narsa. Kutilba. Aytadigan qo'yni o'zi yo'q. Ha, Qo'ylarimiz endi charchovdan chiqdi, endi qo'ylar chiqdi, qo'ylar ancha yo'l yurib kelganda. xo'p, do'stim. Telefon qilgan odamni ishini bitirasiz. Siz bilan qo'l berib boshqa qilmadik. Xudo xolasa, telefon qilgan odamga xayrini qilib berasiz. Hayr sunnatini qilib beramiz. Bo'ldi. Xayri bor lekin. Hayri bor. Xayri bor ekan. Hurmatli obunachilar, biror bir gaplar bo'lsa, pastda nomerlarda esdan chiqqan bo'lsa, pastda nomerlarda Telegram bor. Xotirjam o'zlarini qiziqtirgan savollarni berishlari mumkin. Bizda endi keyingi part. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizda ikkinchi partiyaga mana qora sariq ishqozlariga ozgina mana sozgina mana. Mana buni qaranglar, hurmatli obunachilar. Bo'yi ham 90 dan oshiq. Do'stim, ikkinchi partiyamizga 90 chiqaradi buni bo'yi. bu yerda 5 dona ekan-a? 5 dona. Ana naq bo'g'oz. O'ta siyolilar. Yirik. Obunachilar, sizlarga buni bir qator ko'rsatamiz, keyin buni ma'lumotlarni sizlarga so'rab bilib beramiz mana. Obunachilar, mana buni qaranglar. Bu yerda yomon yo'q. Hammasi bir-biridan chiroyli. Oyoq qo'llari baquvvat, juda chiroyli. Yirik qo'ylar ekan. Do'stim, bular xudo xolasa nechinchi qoringa bo'g'az bular? Bular xo'p, ikkinchi, uchinchi qoringa bo'g'oz. Ikkinchi, uchinchi qoringa. Naq bo'g'az xudo xolasa. Bo'g'oz, xudo xolasa. Bo'g'ozga beramiz ularni. Mana bularni qaranglar. Xudo xolasa ikkinchi, Mana uchinchi qoringa. Qozog'istonda toza hisori kashtan qo'ylarda bular. Ha, qulog'ida Qanaqa ko'rinyapti, qanaqa yo'q u? ne uzoqdan O'ta yirik suyalib qo'ylar. o'zi uzoqdan beryapman o'zi. Hurmatli obunachilar, qo'ylar o'zi yirik, sizlarga o'zi uzoqdan olib beryapman. Bir qator ko'rasizlar. Oyoqlariga e'tibor beringlar, bu qo'chqorda ham unaqa oyoq yo'q. Oyoqlar baquvvat. Xudo xolasa yeb ishlab bundan sinovdan o'tgan. Sinovdan o'tdi bular ham. Bir hafta yana sinov olishaveradi. Bir hafta yana sinov olar ekansizlar. Hurmatli obunachilar, mana bir qator sizlarga yana ko'rsataveramiz buni. Xo'p, buni ham vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastavkalarni qilib berasiz. Shunday vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastavkasi bor. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastavkasi bor ekan, hurmatli obunachilar. Xo'p, yeb ishlari sinovdan o'tkazib pulni sanab berasizlar. Endi do'stim, videoni cho'zmaylik. Narxga sirasi o'tiramiz. Narxi bo'ladi, beshalasini bir joyga olishsin, 6 milliondan olishsin. 6 million so'mdan 6 million so'mdan ketaveradi. bir joyga 6 million so'mdan. Bunaqa suyali qo'ylar hozirda yo'q bunaqalar. Bu hozir Narxi ham xudo xolasa qo'yni jasadiga, holatiga yarasha bo'lyapti. hurmatli obunachilar, men hozir o'zim ko'zim bilan ko'rib turibman. Hozir birinchi partiyadan ham даже bu yerda balandlari ham bor. Nima deysiz? Shunday bor. Shunday-a? O kuchli qo'ylar bular. Bular mana yirik. Birinchi partiyaga qaraganda ham yirikroq ekan bular. Mana dumma oshlarini ko'rasizlar, bemalol, xudo xolasa. Yaxshi zo'r varianti. Xo'p, 6 million so'mdan deyapsiz. Xayri bormi do'stim? Telefon qilasan, hayr sunnatini o'tib beraman. O'zingiz o'tib berasiz. Bo'ldi, O'tib beraman, xudo xolasa. Aytilgan narximizni sotmaymiz. Aha. Kelishtirib yo'lida qilib beramiz. Bo'ldi, ma'qul mana. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, kimga ma'qul bo'lsa, masalan, nimalarga aloqa qilib xudo xolasa, xayr sunnatiga o'tib berganlar. Xo'p, bizda endi keyingi partiya Ona bolalarga. ona bolalarga o'tagamiz. Hurmatli obunachilar, mana 3-partiyamizga ona bola. Mana zo'rlari mana xudo xolasa yuzlarga bir e'tibor beringlar. Sizlarga yaqinlashib ko'rsatib beraman. Mana yuzlarni qaranglar, qanaqaligini. Xudo xolasa mana zo'r variantlarda mana. Onasi bu, mana bu bolasi. Mana bu ikkinchisi. Do'stim, buni bolalari qanaqa buni? Bolalar ikkalasi ham urg'ochi. Ikkalasi ham urg'ochi. Ko'paysin, ha. Ikkalasi ham arashanchaladi. Nechinchi bolalari bu xudo xolasa? Xo'p, sariq qo'yimizniki ikkinchi bolasi ekan. Aha. 4 tish. Mana qizil kashtan qo'yimizniki 3-bolasi ekan. 6 ta ekan uchi. Bo'ldi mana. Hurmatli obunachilar. Menimcha shunaqa deb bildim. Ha, o'zingiz qaramadingiz. Ha.
Menimcha shunaqa, bittasiniki ikkinchisi, bittaniki uchinchisi. Ikkinchi, uchinchi qoringa mana Ikkinchi, uchinchi qorin uchinchi bolalar. qoringa to'lgan bolalar ekan. Mana bolalar yaxshi bergan ekan. Ikkalasi ham bolani zo'r bergan. Qo'zlari qarang, ikkalasini ham. Dumbalari ham yorma dumba. Mana uni bolasini qarang, mana unikini. Dumba razrezlari ham cho'tga chiqqanda. Mana hurmatli obunachilar, fotoasini ko'rsatamiz. Zo'rga qochgan ekanda. Xo'sh, bolani Zo'r yaxshi bergan ekan. qochgan ekan, zo'r bola beribdi ikkalasi ham. Bolaga tegmaymiz. Bolasini qizg'anyapti bu jonivor. Mana qaranglar. Hurmatli obunachilar, bolasini qizg'anyapti mana. Tuyoqni urishini qaranglar. Mashalloh mana. Xudo xolasa olinglar, mana shuni olib tashlab qo'yinglar. Men sizlarga maslahat beraman. Mana buni qaranglar. Zo'r narsa ekan mana. Xudo xolasa maslahat beraman. Olib tashlab qo'yinglar. Xudo xolasa hozir yurish turishlarini ham bu qattiq ko'rsatamiz. Xudo xolasa mana yeb ishlari ham sinovdan o'tgan. Ha, bu sinovdan o'tdi bular degani. İlk mana bir qora qo'y mana. Olib tashlab qo'yish maslahat beraman. Xo'p, buni ham vodiy bo'ylab tashkilgacha dastlabkilarni qilib berasiz. Bular ham dastlabkini qilib beriladi. Chiroyli qilib. Chiroyli qilib mana vodiy bo'ylab tashkilgacha yetib olib berar ekanlar, xudo xolasa. Ikkalasini ham bolasi urg'ochi ekan. Olib boqib tashlab qo'yinglar, xudo xolasa. Mana bularchilar. Mana qaranglar. Bolasini lekin zo'r ekan. Oldi tumori ham bor ekan, do'stim. Ha, ikkita tumoshasi Oldi tumori ham bor ekan. Bolani qaranglar. Chiroyli ekan mana. Zo'r. Yurish turishlar. Ona ham. O'z pulidagi variantidan ona ham. Rajon. Razizlar qaranglar. Xudo xolasa. Zo'r. Hop, masalan, nimalardan o'zining aloqa chiqib ma'lumotni olurasizlar. Partiyalarimiz ko'p deyishyapti. Hop. Narxiga o'tamiz, do'stim. Narxi buni biroda yengil bo'ladi. Ikkalasini bir joyga olishsin, 15 millionga olishsin. 15 million so'm. 15 million so'mga 4 ta qo'ya olishadi-da. Ikkitaga pul berishadi, 4 ta bo'lib boradi. Ikkitaga pul berishadi, 4 ta bo'lib 4 ta bo'lib boradi. Onalariga yana bir u yoq bu yoqda qo'chqor qo'shib qo'ysa, onalari yana bo'g'ozda. Bahorga chiqib, bolasini ajratib, bitta qo'chqor qo'shib qo'ysalar, xudo xolasa. Mana Kuziga bor, yana to'g'ri. kuziga bor, yana to'g'ri beradi. 6 ta bo'ladi. Shunday mana, hurmatli obunachi. O'pish sumadan tushib berasizmi, do'stim? Telefon qilishsin, xayr sunnatiga o'tib beramiz. Bo'ldi. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalarimizga mana kommentariyada yozishdi. Sotuvchini ko'p ko'rsatma, ko'proq qo'yni ko'rsatadigan aka-ukalarimizga mana Turkiya qo'yiladi, o'zimiz reklama qilyapmiz. Sotuvchini ko'rsatganim yo'qman, o'zim do'stimga. Siz qayerdan kuzatyapsiz videoni? Kommentariyada yozib qoldiring, bizga bu juda ham qiziq. Xo'p. Do'stim, keyingi partiyaga o'tamizmi? Ha, keyingi partiyada pul yengil bo'g'oz qo'ylarimiz bor. Yana bo'g'oz qo'ylar bor. Ha, bo'g'oz qo'ylarimiz bor, pul yengil edi. Pul yengil, yana bo'g'oz qo'ylar bor ekan, xudo xolasa. Bu o'tib oxirigacha ko'rib turasizlar. Yana bo'g'oz qo'ylarni mana chiqarib beramiz sizlarga. Hurmatli obunachilar, bizda mana keyingi partiyamiz. Xudo xolasa bu yerda turdona ekan. Do'stim, xudo xolasa bular ham bo'g'oz-a? Bular ham bo'g'ozda xolasa. Bo'g'ozni berishgan bizga. Aha. O'zi ikkitalab uchtasini qondan osilib, yelin ko'chyapti, Murodjon. Hop. Bular ham bir oy u yoq bu yoqda tug'adi bular ham xolasa. Mana yaqindan ko'rsatyapman. Yosh hammasi, yosh variantlardan. Yuzlari ham chiroyli ekan. Yurish turishlari. Qarabsizlar, bular ham qirg'iz qo'ylari, Murodjon. Ha, Qirg'iziston qo'ylar ekan. Burada sirg'alari bor ekan, e'tibor berasizlar. Mana. Xo'p, mana bunisi mo'jida qo'zi bo'lsa kerak shunisi. Ha, u endi yosh qoldi, shu yosh. Hammasi yosh qo'ylar, mayda qari qo'yda o'zi yo'q, Murodjon. Xo'p, bo'ylarni necha beramiz ularni? Qo'ylari, ularniki ham 80 ga olishaversin. 80 ga beramiz. 80, ha, 80. 75 dan ziyodda. 75 dan ziyod. 75 dan oshiq 80. 80 atrofida olur ekan. Bular ham birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'oz hamma. Birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'oz to'xtalib. Ikkinchi qoringa mana bo'g'oz ekan. Ko'rasizlar. Qo'ylarimiz chars. Shunga shu yerda sizlarga bir qator ma'lumotni beramiz. Xo'p, vodiy bo'ylab Toshkentga yetkazib berasiz buni ham? Bular ham shunday. Yeb ishlarga bir hafta garantiyani berasiz. Sinov olishadi, xotirjam. Bo'ldi. Xo'p, realni olaman degan aka-ukalarimizga nech pul deymiz endi buni? Bularni yengil bo'lsin narxi 4 million 400 mingga turadi bular. 4 million 400 ming so'mdan To'talasi bir joyga bo'lsa. to'talasi bir joyga bo'lsa ketaverar ekan. Realni olamiz degan aka-ukalarimiz aloqa ochib qo'yasizlar, xudo xolasa. Ishlarimiz turishadi. Qardoz ham berilmagan, taralmadi ham. Bitta ikkita tikon terib qo'yildi, xolos bu qo'ylar. Bular bir kelganiga bir 6 kun, 5 kun bo'ldi. Aha. Charchovlar chiqdi, xudo xolasa sinovdan o'tgan bular ham. Yebish sog'liqlari zo'r. Qo'ylarda hech qanaqa aybi yo'q. Jinda yem berib, ularga ozgina qarab turishsa, qo'ylarda xolasa zo'r bola beradi bular. Bolani zo'r boqadi. Bo'ldi. Do'stim, shu videoni bir gapni gapirdik. Kommentariyada o'qiyapman. Kommentariyada negativ fikrlarni bildirishyapti.
Endi bu tabiiy holat u Ha. Murodjon. Xo'p, endi ularga biz endi e'tibor qilmaymiz. Akalar, ukalar, hurmatli obunachilar, realni olaman desalaring, maslahat qilib, maslahat qilgan odamlaring bilan telefon qilaverasizlar, sразу ishni bitirib berishadi. Misol bir xillar aytishadi-yu, telefon qilib qo'yni ko'rsat deyishadi. Biz qo'yni video qilib berganimizdan keyin yana maslahat qilib olay. O'sha orada qo'y sotilib ketib qolyapti. Keyin anglashmovchilik bo'lyapti. Shular bo'ldi. Shuning uchun men shu gapni aytib o'tib ketyapman. To'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa maslahat qilib, videoni mana ko'rib, hamma joyni ko'rsatib, mana sizlarga nima qilib beryapti. Keyin zo'rlarni keyin maslahat qilib olib, maslahat qilib telefon qilaverasizlar. Ya munchagacha bersa deb, keyin telefon qilsa ham yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Короче, общий summadan tushib berasiz, xayri bor. Summadan xayri bor, buni ham xayrisidan qilib beramiz. Bo'ldi, xayrini qilib berasiz. Telefon qilgan odamni ishlatib beradilar, mana. Xudo xolasa biz endi so'nggi partiyaga o'tamiz-a? Ha, bitta qo'chqorni zo'ri bor, toza arashandan bor. Bo'ldi. Keyingi partiyaga o'tamiz, hurmatli obunachilar. So'nggi partiya bizda. Hurmatli obunachilar, bizda mana so'nggi partiya. Xudo xolasa qo'chqorni zo'ri. Bo'ylari ham zo'r mana, xudo xolasa. Do'stim, bir qator ma'lumotni berasiz endi o'zingiz. Qo'chqorimiz yosh hali. Endi Yo'q. yetishga yordi yaqinda. Endi yetishga o'tdi. Ha, Qirg'izistondan kelgan toza arashan. Endi u yolg'on gapirib, unaqa liniya, bunaqa liniya deyish kerak yo'q, Murodjon. Aha. Qo'chqorimiz o'zi liniyasi bor narsa buni. O'ta kuchli narsa, o'zi dumbarazres, kalla garbonoz. Hamma yo'g'i kelgan narsa. Endi liniyasini bilmaymiz lekin. Xudo xolasa qo'chqorimiz qo'yga ishlashi ham zo'r. Zo'r, xudo xolasa. Qo'shganmiz biz ham. Baquda tirik vazniga 120 kiloga kelib qoladi. 100 dan ortiq, xotirjam. Xotirjam, xudo xolasa qo'y semiz. Mana shu. O'zi Zotga qo'yga qo'shaman degan obunachilaringizga tavsiya qilib qolamiz buni. xo'p, shakka o'tdi deyaptilar. Hurmatli obunachilar, shakka o'tdi deyaptilar. Shakka o'tdi degani endi semirishga, endi o'sha o'sishga keldi degani. Yoshiga to'ldi degani. Ha, yoshiga to'ldi degani. Yemni ayamay bersa bo'ladi. Tishini ochib ko'rsatib qo'yingchi, so'z isboti bilan. Bo'ldi, ko'rindi ham. Ko'rindi? Ikki tish ham bo'ldi. Ikki tish ekan. O'ta kuchli narsa. Xo'p, hurmatli obunachilar, e'tibor berib qarab turasizlar. Orqadan tulashni boshlayapti ekan mana. Tulab, O'zi xudo xudo xolasa. xolasa bahorga chiqib tulaydi mana. Bo'yinlari ham tulayapti, Murodjon, ko'ring-da. Mana. Toshlariga Tushlariga ko'rsating. ko'rma, mana Toshini ko'rsating-da. Oldlari ham o'ta keng narsa. Bo'yi endi 90 oshiq, 90 plus. 90 plyusga beradi. 95 ga beraveramiz, xudo xolasa 90 dan oshiqligi aniq. 90 ha, ko'rinib turibdi. Mana kallalari ham o'ta katta, o'ta boshqa narsa bo'ladi, xudo xolasa. Yuzlari oppoq, oq yuz. Hozir buni yurgizib ham ko'rsatamiz. Hozir bir qator sizlarga orqasi, oyoq kengliklariga bir e'tibor berasizlar. Mana etiga ham, bir badaniga ham e'tibor berasizlar, hurmatli obunachilar. Mana bir ko'rsating-da, Murodjon. Qo'yib yuboring shuni. Mana, qo'yib yuboring. Qo'chqor o'ta yirik narsa qo'chqor, xudo xolasa. Mana zo'r narsa ekan, xudo xolasa. Zo'r mana. Xudo xolasa yaxshi varianti mana. Yuzlari oq yuz. Mana arashan. Toza arashanni shuni aytadi-da, Murodjon. Mana. Endi bizga Qirg'izistondan tushgan liniyasini bilmaymiz. Ha. Endi aytyapman-ku. Endi siz ham borini aytasiz. Ha, borini aytay, unga boshqa haligindaqa yo'q narsa yolg'on gapirish kerak yo'q. Mana shu narsa xudo xolasa qo'ydi liniyasi bor, lekin liniyasini bilmaymiz. Shiroki lina, Yo'q, gapirish kerak yo'q. U lina, bu lina deyish kerak yo'q. Bo'ldi. Bilganingizcha xudo xolasa, ha. ma'lumotni berdingiz. Bunday qarasangiz, kallavoshlari buldozer linaga ham tortadi-da. Ha. Garbonoslari, quloqlari yo'q, turishi yo'q qo'ydi, orqa razrez hamma yo'q. Qo'y o'ta klass, hali yosh qo'y, hali o'sadi qo'y. Bo'ldi, endi o'sishga, Endi o'sishga keldi qo'y, xudo o'sha xolasa. haqiqiy yemni yeydigan mahalga yetib kelibdi. Yemni berib, qo'yga qo'shsa, xudo xolasa, mana qo'yga qo'shaman deb qidirib yurgan qo'chqor, zo'r deb qidirib yurganlarga nasib qilib qolamiz. Bo'ldi. Xo'p, xudo xolasa yeb ishlarga bir hafta garantiyani berasiz. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha qilib berasiz dastlabkilarni. Xo'p, O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. ha, O'zbekiston bo'ylab qilib berasiz. Shunday. Endi yo'qsa endi qiziqcha narxiga o'tamiz. Narxi Murodjon oldi qochdi gap kerak yo'q. Ha. Boladaganni aytish kerak, bu hali million tuda bo'lmaydi. Dollar qo'ymaysizmi? Dollar qo'yilmaydi. Bo'ldi. 10 million bersin. 10 million so'mga Dastlabkasi ichida uylarga yetib boradi qo'ydi xolasa. mana. Hurmatli obunachilar, 10 million so'mga dastlabkasi ichida O'zbekistonda uyingiz bo'lsa, yetkazib olib berishar ekan. Buni
liniya qo'yib olib o'zlaricha odamlar 1,5 ming, 2 mingga ichyapti-da. Aha. Biz unaqa gapni keragi yo'q bizga. Borini. Bo'ladigani borini ochiq oydin ro'y-rost aytamiz biz. Bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, kasal kusal yo'q. Qo'ydi holat ideal darajada yirik qo'y. Kelib ko'ramiz desalar, lakasani tashib yurasa do'stim. Ha, lakasani tashib berilaveradi. Kelib ko'rib ustidan gaplashilaveradi. Lakasani tashib yuraverganlar. Mana ko'rasizlar, xudo xolisa yaxshi zo'r variant mana. Haqiqiy sovullarga qo'shadigan zo'r variant. Do'stim, xayri bormi yo buni bo'lishimi? Telefon qilsin, jinday o'tib beraman. Bo'ldi. Lekin xayri bor, shunday o'tib berasiz. Ha, jinday bor. Bo'ldi mana. Hurmatli obunachilar, xudo xolisa bunga partiya qo'yamiz. Shu oxirgisi o'z yakuniga yetdi. Do'stim, boshqa gaplar yo'qmi obunachilarga? So'z yo'q, xudo xolisa telefon qilishaveradi. U so'rash bo'lsa, kamchilik bo'lgan bo'lsa, telefon qilishaveradi, xudo xolisa. Bo'ldi, telefon qilgan odamning ishini bitirib berasiz. Telefon qilgan odamning ishi bitadi, xudo xolisa. Bo'ldi. Xo'p. Yo'qsa, hurmatli obunachilar, ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa, bir noto'g'ri gaplarni gapirib qo'ygan bo'lsak, uzr. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Shunaqa qo'ylardan hammamiz uyimizda ham 100 talab, 200 talab hammamizga boqish nasib qilsin. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'lasizlar aziz obunachilar.